Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, deymisizlar. Bu videomiz haligi apparatga pul solib qo'yib, haligi 10 litrlikda suv oladigan akalarga, keyin haligi rakovinasiga suv filtri o'rnatib qo'yib suv oladigan akalarga bu video. Mana shu suvni odamlar ichar ekan. Mana hozir telefonni ushlab turgan aka videoga olar ekan tog'a. 70 ga kelibdi, mana 40 yildan beri shu suv, mana shu suvni ichar ekanman. Lekin o'lmabdi. Tog'a oling-da. Qiziq savol berdi. Tog'a dedim, bu juda loyiqa-yu desam, u tindirib qo'ysang zo'r suv bo'ladi. Mana shuni ichsang, haqiqiy tabiiy suv deyapti. Mana. Yaqinroq olib qo'ying, to'g'rimi? Mana. Tak что suvdan hech nima olmasdan Xudoga shukr qilib suv icharish kerak demoqchiman-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, deymisizlar. Bu videomiz haligi apparatga pul solib qo'yib, haligi 10 litrlikda suv oladigan akalarga, keyin haligi rakovinasiga suv filtri o'rnatib qo'yib suv oladigan akalarga bu video. Mana shu suvni odamlar ichar ekan. Mana hozir telefonni ushlab turgan aka videoga olar ekan tog'a. 70 ga kelibdi, mana 40 yildan beri shu suv, mana shu suvni ichar ekanman. Lekin o'lmabdi. Tog'a oling-da. Qiziq savol berdi. Tog'a dedim, bu juda loyiqa-yu desam, u tindirib qo'ysang zo'r suv bo'ladi. Mana shuni ichsang, haqiqiy tabiiy suv deyapti. Mana. Yaqinroq olib qo'ying, to'g'rimi? Mana. Tak что suvdan hech nima olmasdan Xudoga shukr qilib suv icharish kerak demoqchiman-da.